Mashalanini. Ha, keyin ona pasim chim qilib oldi. 1-2 vaqtdan beri chim qilib olib qo'yadi. Yana juhib qoladani, yana bir nimagadir yot etganimda, ya ertalab nimaga chim qilib og'riganday bo'lib og'rig'ini qo'yyapti-da. Yanvar oyida o'zi hop miyoma kesta deb berilgandi, to'g'rimi? Yanvar oyida kelgan ekansizda, to'g'rimi? Ha, sizga yanvarda kelgan, o'zi noyabrda aniq bo'ldi. Aniq bo'ldi. Qon ko'p ketayotdimi? O'sha paytda qon ko'p ketyapti. Keyinchalik yaxshi, qanday o'zgardi? Keyin men sira sizga keldim. Keyin sizga kelganimdan keyin o'sha tamom bo'ldi-da, shundan kelmay ketdi-da, bu ham kelgan jo'g'im. Yaxshi edi. Yaxshi edi. Keyin bir kun aytdimki, bansida yotsam menga issiq ukallar qiluvdi, keyin yana unday mashq qilganday bo'lib, qon ketib boshlaydi, mening miyomam bor edi, sizlar menga issiq ukal qildinglar dedim. Keyin doktorlar aytdi, nima aytmadingiz? Miyomasi borga issiq ukal mumkin emas dedi. Shunday, miyomasi borga bo'lmaydi-da issiq ukal. Bo'lmaydi dedi. Mening nafasim qisqani uchun menga efilin manam deksametazonlar qildi, ular ham baribir issiq. Ha, shunday. Keyin ular shappa to'xtatdi, yana yaxshi bo'ldim. Keyin yana sizga kelibda, sizdan ukallar oldimda yaxshi ketaverdim. Chayon zahri qiluvdik, ha? Chayon zahri qildingiz. Ajrabingiz yaxshi bo'ldim. Siz aytdingiz endi bir oy kelmasangiz ham mayli, 1-2 oy kelmay keyin kelsangiz ham mayli. Endi har kun kelib o'tirishingiz. Shunday, endi o'zi ma'lum vaqt dam olish ham kerak-da, ha, deb. Kerak dedi. Keyin men kelmadim, yaxshi yuraverdim, esimdan ham chiqib ketdi. Aytdim, sentyabrda endi borsammikan deb o'ylab o'tirsam, bugun mana 3-kun yana oz qon ketyapti-da. Televizordan tampon qo'yuvdi shekilli. Ha, tamponlar oluvdingiz-da. Tamponlar oluvdim. Hozir qanday qilasiz? Endi kelib muolaja olib ketasizmi, bir yotib olasizmi shu yerda? Yo'q, qatnayman deb yotolmayman. Xo'p. Men bugungi muolajalarni yozib beraman unda. Bismillahirrohmanirrohim. Nima ovqatlar o'zingiz foydalanyapsiz? Nima ovqatlar yeyapsiz o'zi? Hozirda. Sovuq narsa ichganingiz yo'qmi? Yo'q, sovuq narsa umuman ichmayman. Har zamondan lekin xolodilnikdan pomidor salat qilaman, dani shuni ham nonga qo'shib picha og'zimda isitgandan keyin yeyapman. Izim yeyman, nonga qo'shib uni ham. Sovuq umuman unday narsa yeyman. Sovuq narsalar ehtiyot. Yemayman unday.